Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, buyuk yaratuvchi Allohdan keyin yer yuzini, sayyoramizni insonlar bilan to'ldiradigan asosan insonlar bu ayollar bo'lib, ayollar insonlar orasida ulug'lanadi va ularni bu kuni ajoyib bayrami kuni nishonlanmoqda. Bu nishonlanadigan bayram yana ulug'ligi shundaki, Allohning musulmon bandalariga atalgan farz amali ro'zai Ramazon kuniga to'g'ri kelganligi bilan yana ulug'lanadi. Yer yuzidagi millat, elat va dinidan qat'iy nazar ayollarning bayrami. Shu bayram O'zbekiston davlatda yashab turgan ayollar, shu jumladan Namangan viloyatidagi ayollarimiz, Chortoq tuman Karasqon qishlog'ida yashayotgan ayollarimiz, singillarim, kelinlarim, nabiralarim, farzandlarimni bayrami ekanligi bilan hammalarini qutlug' muboraklayman albatta. Hurmatli tinglovchilar, o'zbek xalqining buyuk allomasi Ahmad Yassaviy bobomiz 126 yoshga kirib yashagan ekanlar. Men Allohdan tilab, shu 126 yoshga 4 yosh yana qo'shib 130 yosh va undan ortiqroq umr ko'rishni yer yuzidagi barcha ayollarimizga tilab qolaman. Hurmatli tinglovchilar, ayollarimiz bor ekan, bular muqaddas ekanligini unutmang. Ayollarimiz erkaklar baxtiga, farzandlar baxtiga, nevara chevaralar, qo'mi qarindoshlar baxtiga ilohim yuzlarida doim tabassum, lablarida kulgu bo'lishini xohlab qolaman. Yana bir bor bu ulug' kuningiz bilan muborak bo'lsin deb, bayramingiz qutlug' bo'lsin deb qolaman. Ilohim bunday bayramlarni juda ko'pini ko'rishni Alloh sizlarga nasibi ro'zi aylasin. Bunday ulug' kunlarga yetganlar va yetmaganlar bor. Ilohim bundan keyin ham baxtli, xursandchilik, shodlikda yashashni Allohdan sizlarga tilab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.